Assalomu alaykum, Zoom ishtirokchilari. Video zapis bo'lyapti. Hozir umumiy hamma yo'nalishlarda tushuncha berib o'taman. Ya'ni geoportallarimiz nima qilishimiz kerak, qanaqa ma'lumotlarni yuklashimiz kerak, barchasi to'g'risida keyin videomiz, zapis bo'lgan videomiz YouTube kanalida yuklanadi, share qilinadi qolganlar bilan. Shuning uchun bir chekkadan boshlaymiz, boshidan. Ovozim menimcha hammaga eshitilyapti. Dada hammasi yaxshi, rahmat Farhod aka. Xo'p, birinchi saytimizdan boshlaymiz. Bugun sizlarga endi ijtimoiy infratuzilma ma'lumotlarini vizuallashtirish, tahlil qilish uchun yaratilgan mavjud platformalar, ularning hozirgi holati hamda hakaton doirasida qo'yiladigan asosiy vazifalar haqida qisqacha, lekin o'sha mazmunli qilib tushuntirib ketishga harakat qilaman. Hozirda bizda ikkita asosiy platforma mavjud. Birinchisi shu ko'rib turganingiz geosir.uz, ya'ni asosiy davlat ochiq geoportali, ya'ni bizda o'sha geoportalimiz keng tushuncha, uni bitta ochiq qismi bu. Bu platformada o'sha hududlar kesimida ijtimoiy obyektlar, masalan, maktab, bog'cha, keyin tibbiyot muassasalari, boshqa infratuzilma obyektlari bo'yicha katta hajmdagi ma'lumotlar xaritada ham bor, diagramma shaklida, umuman jadval shaklida ma'lumotlarni shakllantirib yuklanilgan. Bunda endi tahlil qilish imkoniyati bor, ya'ni o'sha diagrammalar solishtirish viloyatlar kesimida. Bu birinchi ochganimizda ko'rib turganingizdek shu umumiy oferta chiqadi. Bu o'sha saytdan qanaqa foydalanish, qanaqa holatlarda o'sha ma'lumotlarni uchinchi shaxsga berish va boshqa tartiblari to'g'risida. Keyin yuqorida ko'rib turganimiz o'sha 4 ta tab, o'sha maktab, bog'cha, tibbiyot muassasasi, sport inshootlari deganmiz. Dizayndan asosiy hozirgi ideatondan asosiy talab qiladigan bizni masalamiz bu dizayn konseptini ishlab chiqish. O'sha Figma'da bu saytni ko'rsataman, keyin o'sha ikkinchi saytimizni ko'rsataman. Ikkitasini birlashtirgan holda xalq, ya'ni oddiy foydalanuvchiga tushunarli bo'lishi kerak. Eng asosiysi mana tepada ko'rib turganimiz 4 ta KPI'miz, buni soni ko'payishi mumkin. Shunga qarab dizaynimizni shakli ham, dizayn o'zingizlar qilasizlar, har qanday nima deydi, imkon boricha tushunarli bo'lishi kerak. Eng asosiy talab tushunarli bo'lishi kerak. Masalan, amaliyotda bitta muammo mavjud, endi ma'lumotlarimiz ko'p. Ma'lumotlar ko'pligi har doim ham tushunarlilikni anglatmaydi, endi chunki ma'lumot ko'p bo'lgani bilan tushunmasligimiz mumkin. Oddiy foydalanuvchi yoki qaror qabul qiluvchi, masalan, shaxs platformaga kirib tezda quyidagi masalan savollarga javob topa olish kerak. Masalan, qayerda muammo bor, konkretniy, realniy, masalan, diagrammamizga, kartamizga qarab turib, yoki nima, masalan, qaysi holatda, qaysi vaziyatda yaxshiroq, qanaqa muammo bor yoki mablag' ajratilgan qismlari qanaqa sarf bo'lyapti, hamma narsani ko'rish kerak. Bu joyda hozir ko'rib turganimiz internet qamrovi, ya'ni maktablardagi endi xarita diagramma ustiga borsa viloyati, uni qanaqa tartibdagi ulangani, necha foiz, qanaqa tartibdagi internetdan foydalanish to'g'risida qisqasi to'liq ma'lumotlar bor. Ular viloyatlar kesimida ichimlik suvi, undan tashqari sig'imlarniki masalan yillar davomida har 10 yillikka qo'yilgan, masalan 50-yildan boshlangan. O'sha 1800dagi qurilganlarni ham qo'yamiz hozir, o'sha qolgan 10 yilligi hammasini masalan diagrammada ko'rishimiz mumkin. Sig'imi, umumiy o'quvchi soni, ularni solishtirmasiz. Keyin mana jadval degan shaklimizda har bitta obyektni pasporti bor, ya'ni o'quvchi soni, internetdagi nima deydi, umumiy qisqasi hamma ma'lumotlar. Hozirda bizda ochiq qo'ygan ma'lumotlarimiz to'g'risida ma'lumotlarni chiqarib qo'yganmiz. Shu joyda masalan fuqaro kirib ko'rish kerakki, endi buni shakli o'zgarishi mumkin. Sizlardagi o'sha dizayndagi holatdan kelib chiqib turib, bosib turib o'sha обратный связь bo'lishi kerak, ya'ni ma'lumotni ko'radi, qaysidir joyda xatolik ko'rdimi, o'sha xatolikka u yuborish kerak. Shuni dizaynda, o'sha konseptida ko'rsatib berishinglar kerak. Qanaqa tartibda обратный связь bo'lishi kerak. Qanaqa ma'lumotlarni mikrofoningizni o'chirib tursangiz. Qisqasi, har bitta jadvaldagi ma'lumotlar, mana hozir ko'rganimiz obyekt pasportidagi ma'lumotlarni konkretniy birinchidan qanaqa tushunarli bo'lishi kerak, ya'ni oddiy foydalanuvchiga, o'sha kuni ham ko'p marta ta'kidlab o'tildi, ya'ni olis o'sha qishloqdagi yoki o'zimiz o'sha har xil viloyatdagi foydalanuvchilar umuman qanaqa odam bo'lishidan qat'iy nazar ko'rganda bittada tushunish kerak. Ma'lumot ko'p bo'lgan bilan uni tushunarli vizualizatsiya qilib berish kerak.
masalan ma'lumotdagi xatolik ko'rdimi, shunga qayta aloqaga chiqa olish kerak, ya'ni обратная связь, feedback bo'lishi kerak, ya'ni ma'lumotni ko'rdi, mana qismida xatolik bor, shunaqa degan mazmunda ko'rsatib o'tib ketish kerak. Bu o'sha ko'rib turganingiz har bitta maktabdagi pasportdagi ma'lumotlar. Bundan tashqari xarita qismi bor. Xaritada o'sha har bitta obyekt, ya'ni maktab, sog'liqni saqlash, boshqa obyektlar bor. Masalan, xaritada ham imkon boricha sizlar o'zinglarni o'sha kelib chiqishing tushunchanglar bo'yicha dizaynda shuni ko'rsatib o'tishing kerak. Imkon boricha qulay bo'lishi kerak. Bu masalan o'sha GIS mutaxassislari uchun tushunarli bo'lishi mumkin. Ya'ni chap tomonda endi hamma platformalarda standart bo'ladi, ya'ni o'sha qatlamlar yo'lmasa o'ng tomonda o'shani maktab to'g'risida yoki qaysi obyekt bo'lishidan qat'iy nazar o'sha obyekt to'g'risidagi ma'lumotlarni chiqarib beradi. Bu tushunchani imkon boricha nima deydi, yengil, oson, tushunarli qilib ko'rsatish kerak. Kartada ham, dizaynda o'sha narsalarni hammasini hisobga olib ketish kerak. Ya'ni oddiy xalq, o'zimiz oddiy fuqaro, o'quvchidan tortib to o'sha yoshi 50dan oshgan odam ham bittada ko'rib turib tushunish kerak. Kartada 2-3 ta knopkani bosib o'tirmaslik kerak. Bitta knopkani bosganda shu ma'lumotlar chiqishi kerak. Imkon boricha o'sha ma'lumotlarni ham hal ko'rsatamiz. Masalan, klasterizatsiya deyiladi. Ya'ni bitta hududdagi viloyat kesimidagi umumiy jamlangan ma'lumotidan kelib chiqib turib qanaqadir diagramma shaklida yaqinlashtirganda u ma'lumotga yaqinlashib boraveradi. Bosganda shu hozir chiqargan ochiq turdagi o'sha maktab yoki yuqorida aytib o'tganimiz har xil ijtimoiy soha obyektlari to'g'risidagi ma'lumotni berish kerak. Xarita ham xuddi shu shaklda. Endi xaritaning ichida ko'p qatlamlarimiz bor, ya'ni suv, sog'liqni saqlash va boshqa yo'nalishlarda. Bular ko'payishi mumkin. Ya'ni o'sha yuqorida aytib o'tganimiz 4 tadan oshishi mumkin, 5 ta, 8 ta, 10 ta bo'lishi mumkin. Shunga bu dizayndan boshqacha fikrlab turib shakllantirish kerak bo'ladi. Asosiy sahifa, keyin o'sha aytganimiz mana bog'chaga o'tsak, bog'chada ham o'sha ma'lumotlari o'zgaradi. Tibbiyot muassasasiga o'tsak, tibbiyot muassasasini ma'lumotlari chiqadi, sport obyektlari bo'lsa sport, qolganlari ham xuddi shunaqa chiqadi. Keyin o'sha biz haqimizda degan yo'nalishimiz bor, savol-javob bo'lishi, portal to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar bog'lanish, обратная связь, ya'ni emaillarimiz, kim bilan qanaqa bog'lanish bo'yicha ma'lumotlar. Bu umumiy bitta saytimiz, bu birinchi saytimiz Geoasir. Bunda asosan ma'lumotlar bor. Shuni ko'rinishini, dizaynini ikkinchi saytimiz, ya'ni o'sha moliyaviy masalada keyinchalik xalqqa hozir uni ham ochaman. Uni ko'proq video shaklda zapis qilgandik, o'shani ham ko'rsatib beraman. Keyin uchinchisi, ya'ni ikkita saytda birlashtirilgan va shakllangan sizdagi oxirgi prototip, ya'ni o'sha Figma'dagi rezultatni qanaqa bizga jo'natish tartibini ham alohida kichkina sayt qildik. U oxirgi deadline tugashidan 3 kun oldin yoqiladi. Hamma jamoalar o'zini shu Figma'dagi keyin rasmni, ya'ni qanaqa ma'lumotlari kerak bo'ladigan shuni ham ko'rsatib o'tamiz, kiritishadi. Bizda umumiy jamlanadi. Keyin o'sha baholov tizimini ham qilganmiz. O'sha hamkorlikda shudiylar bilan baholaymiz. Hammasi o'sha bitta platformada amalga oshiriladi. Uni ham ko'rsatib o'taman. Hozir endi ikkinchi saytimizdagi nimamizga videoga o'taman. Ikkinchi saytimizda o'sha videoda tushuntirganmiz. Bu o'tgan safargi prezentatsiyada ham ko'rsatib o'tdik. Ya'ni masalan, hozirgi aytib o'tgan ijtimoiy sohadagi obyektlar, ularga har xil moliyalashtirish ishlari amalga oshiriladi. Ya'ni remontiga yoki umuman yangi quriladigan obyektga yoki o'sha joriy ta'mir turlari ko'p, o'sha joriy ta'mir deydik, kapital ta'mir. Shularga ajratilgan mablag'i, ya'ni mablag' turlari ham har xil bo'ladi. Hududlardagi, yo'nalishlardagi turga qarab vizualizatsiya qilib ko'rsatib berishimiz kerak. Bu umumiy o'sha Geoasirdagi ko'rsatgan ma'lumotlarniki asosiy bo'ladi. Keyin yonida yana bitta o'sha vkladka bo'ladi, qaysidir joyda. Bu sizni o'sha fikrlashingiz, sizni dizayningizga bog'liq. Uni ham ko'rsatib berishimiz kerak. Ya'ni moliyalashtirish jarayonini ham so'mda, dollarda, keyin yo'nalishlar bo'yicha, ya'ni o'sha videoda ko'rsatib o'tganmiz. Filtrlash, har xil filtrlash tizimi aynan bu dizaynda bo'lishi shart emas. Ya'ni o'zingiz fikrlashingiz bo'yicha har xil shaklga keltirib ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, top 10 ta katta yirik loyihalar yoki o'sha
ma'lumotlarni jadval shaklida ko'rsatishda ham qanaqadir bir chiroyliroq shakllanadi, diagrammalardan foydalanishda, keyin solishtirish qismi bo'lishi kerak, baribir yo'nalishlar bo'yicha, moliyalashtirish manbalari bo'yicha и hududlar kesimida hamma solishtirish jarayonlarini ham shakllantirish kerak bo'ladi. Ikkita shu saytimizni yagona bitta portalga, ya'ni ochiq portalga keltirish kerak bo'ladi. Dizaynini shakllantirish kerak bo'ladi. O'sha dizaynda aytganimiz asosiysi ma'lumotlarni chiroyli ko'rsatish, bittada ko'rganda aholi tushunishi kerak. Hamma odam, xohlagan foydalanuvchi, xoh u qaror qabul qiluvchi bo'lsin, xoh u oddiy foydalanuvchi, ma'lumotni ko'rmoqchi bo'lgan shaxs bo'lishidan qat'iy nazar, hamma narsa tushunarli bo'lishi kerak. Hop. Keyin endi uchinchisi, asosiysi ma'lumotlarni xo'p, mana shakllantirdik, dizaynlarni shakllantirgandan keyin qanaqa tartibda yuklaymiz degan uchinchi savolimiz bor. Buni ham ko'rsatib o'taman. Bu ideyalarni yuklash, ya'ni masalan rasm hajmi, a'zolarga cheklov yo'q. O'sha boshida hozir ro'yxatdan o'tgan ma'lumotlarimiz bor. Ular yagona bazada aniqda saqlanyapti. Ya'ni ma'lumotlarni kiritgan momentingiz u bilan solishtiradida, o'sha foydalanuvchimisiz, yo'qmisiz, hamma narsani ko'rib, aytmoqchi bo'lganim o'sha ro'yxatdan o'tish jarayoni tugaganligi sababli shu ro'yxatdan o'tgan shaxslarni o'zini kiritish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Men bitta test shaklida ko'rsatib o'taman. Jamoa nomi test, telefon raqami test, pochta, keyingi a'zolar xohlagancha a'zo qo'shish mumkin. Ya'ni masalan biz o'shanga vaqt bergandik, ya'ni 5-6 ta odam, bittali odamlar bir-biri bilan gaplashib, ya'ni muloqot degan Telegram kanalimiz bor. Birlashib, masalan, jamoa a'zolarini shakllantirish mumkin. Yo'nalish tanlaydi. Aynan o'sha a'zoni bajargan ishini keyingi a'zoni ham qo'shishimiz mumkin. Buni hammasi o'sha guruh tanlaganda guruh nomi ro'yxatdan o'tish jarayonidagi kiritilgan guruh nomi bilan bir xil bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab turib guruh bo'ladigan bo'lsa, o'sha a'zolarni chiqazib beradi. Agar guruh bo'lmaydigan bo'lsa, shu a'zolar, chiqazilgan a'zolar ichidan tanlashga to'g'ri keladi, ya'ni ro'yxatdan o'tgan shaxslar ichidan. Xohlagancha a'zo qo'shish mumkin. Loyiha nomi, keyin asosiy yechim и Figma'dagi link, ya'ni o'sha Figma'da tayyorlangan har xil formatda bo'lmasligi uchun, ya'ni ertaga masalan 100 ta loyiha keladimi, 1000 ta loyiha keladimi, ya'ni a'zolarimiz juda ko'p. Shuni hisobga olib, masalan, link qo'ydik, ya'ni bitta yagona yechim bo'lishi uchun. Qisqa, masalan, video link bo'ladigan bo'lsa, uni ham qo'yish mumkin. Keyingi sahifaga o'tadigan bo'lsa, loyihani rasmi, ya'ni hamma loyihani qarab chiqamiz. Baribir haligi umumiy boshlang'ich tushuncha bo'lish uchun birinchi sahifasini yoki asosiy urg'u berilgan sahifasi yoki 2-3 ta sahifasini rasm shaklida yuklash kerak. O'sha PNG, JPEG. Endi rasmda tushunarli bo'lish uchun masalan razmeriga o'sha 1920 dedik, qolgani o'sha har xil kattaroq hajmdagi rasm 15 megabaytdan oshib ketmasligi kerak. Asosiysi fayl yuklanadi. Fayl yuklaganda bizda o'sha umumiy mana shu joyda ham ko'rinib turadi. Hamma preview bo'lib kiritgan ma'lumotlarimiz, ya'ni siz kiritgan ma'lumotlaringiz hammasi ko'rinib turadi. Bizda yagona bazada umumiy hammasi shakllanib boradi. Keyin loyiha to'g'risidagi qisqacha ma'lumotlaringiz, ya'ni o'sha innovatsion jihati, uni kimlar uchun foydali, masalan, asosiy urg'u, masalan, hamma yoshdagilarni hisobga oladigan bo'lsangiz, o'shalarni ko'rsatib o'tib ketishingiz kerak. Keyin qisqachaligi joriy etish imkoniyatlari, hamma parametrlarni ko'rsatib o'tib ketishingiz kerak bo'ladi. Keyin ishlatilgan texnologiyalarni yozasiz. Belgilaganingizdan keyin oxirida shu kiritilgan ma'lumotlarni bitta ko'rib chiqasiz. Mana previewda agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa to'g'ri, ofertamiz chiqadi, ofertamizni tasdiqlaysiz, keyin hackathon qoidalariga roziligingizni belgilaysiz va undan keyin mana yuborish knopkasi yonadi. Hozir endi ma'lumotlarni to'liq kiritmaganim uchun yonmaydi. Yuborish knopkasini bosganingizdan keyin, ya'ni sizga alohida сообщение keladi, ya'ni ma'lumotlar yuklandi, hammasi joyida degan mazmunda. Bizda o'sha baholash tizimimiz bor, ichki tizim. Bunda o'sha ro'yxatdan o'tib kiriladi. Ro'yxatdan o'tib kirilgandan keyin o'sha har bitta kiritilgan loyihalarni biz ko'rib chiqib, juri a'zolari, o'sha juri a'zolarining hammalari login parol bor, baholanadi. Hammasi ko'rinib boradi. Shuning uchun bu ma'lumotlarni endi jamoamiz bilan kelishgan holda o'sha takliflar ham, o'sha kungi takliflar ham bo'ldi. Ya'ni har bitta obyekt, ya'ni kiritilgan ma'lumotlarni keyinchalik biror joyda saqlanadimi, ko'rsatadimi?
Dizaynda qaysidir bitta kichkina sahifa qoldirib ketishing ham mumkin o'sha ma'lumotlarni ko'rsatish jarayonini. Ya'ni o'sha page bo'ladi, masalan, rasmlar, keyin anaqa pagination ham bo'ladi pastda. Hamma loyihalar, masalan, loyiha ustiga hover qilib olib borsam, shu ma'lumotni kim kiritgani, jamoasi просто birinchi o'rindan oxirgi o'ringa qarab ketadi. Ma'lumotlarni ham yuklab qo'yamiz. O'sha kuni savol bo'ldi, Mapatondagi tizimimiz ham hammasi yuklangan. Faqat jamoa a'zolarini ko'rsatamiz deganimizda jamoa a'zolaridan har xil takliflar bo'ldi. Masalan, past ball olgan jamoalar ko'pchiligi endi xohlamadi familiyasini ko'rsatishga. Shuning uchun biz familiya emas, ya'ni jamoa nomi, keyin uni bajargan ishlarini hammasini hozir o'sha portalda dashbord shaklida shakllantirib, Chinoz bo'yicha Mapaton ma'lumotlarini ham chiqarganmiz. Xuddi shunaqa bunda ham harakat qilamiz, o'sha ma'lumotlarni shakllantirib boshdancha o'yladik, keyin jamoamiz bilan birga kelishib, ya'ni kiritilgan ma'lumotlarni barchasini o'sha baholangandan keyin ko'rsatib boramiz degan nimaga xulosaga keldik. Bu jarayonimiz hali lokal, bu ishga tushmagan, ya'ni o'sha aytganimizdek deadline'ga 3 kun qolganda e'lon beramiz, hamma ma'lumotni yuklash mumkinligi to'g'risida. O'shanda shu linklarni ham hammasini tashlaymiz. Barcha ma'lumotlar yuklanadi, keyin yuklangandan keyin baholash jarayoni boshlanadi. Baholangan jarayon, kriteriyalar, hamma narsalarni kelishamiz. Ularni ham ko'rsatib boramiz. Qaysi kriteriya bo'yicha necha foiz oldi, qanaqa oldi, har bitta yo'nalish bo'yicha, har bitta dizayn bo'yicha ularni ham saqlab ko'rsatib boramiz. Undan keyin ideatondan keyin endi hakatonga alohida menimcha yig'ilishlarimiz, mitinglarimiz bo'ladi. Bu hozircha shu ma'lumotlarni qaysi saytligini уже oldindan berganmiz, prezentatsiyalarni berganmiz, videolarni ham berganmiz adashmasam. Ikkita saytni ko'rsatdim, ma'lumotlar qanaqa bo'lishini. Endi dizayn qilish sizlardan eng asosiysi hammaga tushunarli bo'lishi kerak. Yoshidan qat'iy nazar, ya'ni qaror qabul qiluvchidan, foydalanuvchidan bo'lishidan qat'iy nazar bitada tushunish kerak, eng asosiysi. Keyin ma'lumotlarni yuklash tartibini ham tushuntirib o'tdim. Menimcha meni asosiy gapirib o'tadigan qismim tugadi. Ekran share qilishni ham to'xtataman. Farhod aka katta rahmat. Bolalarda savollar bo'lsa kerak. Mana bu chatda bitta savol bor ekan, rus tilida beribdilar. Я посмотрел сайт GeoAsr.uz, данные сайта отличаются со второго сайта, да. Вопрос, где взять данные с GeoAsr? Например, информация по школам, интернет, канализация, вода и так далее. А во втором сайте этих данных нет. To'g'ri, ikkinchi saytda bu ma'lumotlarimiz yo'q. GeoAsr buni ma'lumotini ham beramiz, lekin hozirgi biz xohlayotgan asosiy ishimiz bu dizayn. Ya'ni dizayn uchun ma'lumot qanchalik kerak? Ya'ni Figmada konkretniy dizayn qilib berish kerak. Uni ham shakllantirib beramiz. Uni muammosi yo'q. Bugun bir yarim soatdan keyin o'sha linkini tashlab beramiz. Ya'ni ma'lumotlarni shakllantirgan Excel faylimizni. Farhod aka, Excel fayl tashladingiz, esingizda bormi? Excel fayl tashladik. U Excel faylda internet, suv bo'lmasligi mumkin. Unda asosan anaqa finansiy jihati, koordinatalari, ma'lumotlar. Shunga qo'shib beramiz. Просто u ma'lumotda qanaqa desam ekan, hozir asosiy maqsad dizaynda, ya'ni shu saytga qarab, uni qanaqa to'g'ri joylashtirish kerak, Figmada ko'rsatib berish kerak. Ya'ni shriftlari, ranglari, sahifalarga asosiy urg'uni berish kerak. Ya'ni qanaqa shaklda vizualizatsiya, ya'ni aynan ma'lumot bu joyda kerak bo'lmaydi. Dizayner uchun ma'lumot ahamiyati yo'q hozir данный momentda. Ideatonda asosiy ma'lumotga urg'u berilmasdan o'sha dizaynni полностью ko'rinishini shakllantirish kerak. Shuning uchun bu ma'lumotlar GeoAsr'niki menimcha bu Excelda internet, ichimlik suvi, sig'im bu ma'lumotlar yo'q ekan. Uni qo'shib qo'yamiz, muammosi yo'q. Xo'sh, ikkinchi savolga men o'zim javob beraman. Men hakatonda bir o'zim qatnashyapman. Jamoa bo'lib qatnashishimiz kerakmi yoki bir o'zimiz? Hozir qarang, hakaton savol uchun rahmat. Avvalambor, hakatonni jarayonida hakatonimiz ikki xil jarayonga bo'lingan. Birinchisi ideaton, ikkinchisi hakaton. Hozir biz birinchi jarayonni boshlaganmiz. Ideatonda agar shu dizayn bo'yicha, ideya bo'yicha men o'zim qila olaman deydigan bo'lsangiz, bitta o'zingiz qatnashishingiz ham mumkin. Lekin hakaton jarayoniga o'tgandan keyin уже sizga aniq jamoa yig'ishingizga to'g'ri keladi. Bu yerda уже jamoa bilan qatnashasiz. Bitta o'zingiz birinchidan buncha ob'yomni torta olsangiz ham bemalol, faqat jamoa talab qilinadi.
kerak. Так. Ho'p, Jilola Muhiddinova savol javob berdi. Hosilaxon qo'yibdi. Assalomu alaykum, kechirasiz, men kechikib kirdim oxirida. Kechikib kirgan bo'lsangiz, videoni mana shu uchrashuvimiz zapisi bo'ladi. Buni yuklab yuborib, guruhga bo'lishamiz. Bemalol qatnashangiz, bemalol eshitib, qayta eshitsangiz bo'ladi. Yig'ilish bo'yicha keyin e, qachon ideatonni oxirgi kuni 15 yanvar. 15 yanvargacha cho'zdik. 15 yanvargacha hamma o'zini ideyasini topshirishi mumkin bemalol. Ideaton tugaguncha jamoaning hisob bo'ladimi? Ideatonda albatta bo'ladi. 13, 14, 15 fevral kunlari hakaton o'tkazishimiz rejalashtirilmoqda. O'shangacha emas, endi biz deadline qo'yamiz. Tam 1 fevralgacha adashmasam, endi uni qo'yamiz, shu payt nima qilamiz? Ko'pchiligi bitta, men o'zim javob berib ketaveraman Farhod aka, maylimi? Tashkiliy masalalar bo'yicha ekan. Ideaton saralashmi? Hakatonga nechta jamoa qatnashadi? Yo'q, ideaton bu e, nafaqat saralash, bu yerda bu ideya shu g'oyalarni saralashi bo'ladi bu yerda asosan. Lekin ideatonda qatnashgan jamoa bu yerda, например, top 10talikka kirmagan bo'lsangiz ham siz bemalol haqiqatdan ishtirok etsangiz bo'ladi. Anaqa o'rin olishingiz bog'liq emas. Tak. Yana kimda savollar bor, hurmatli ishtirokchilar? Uchrashuvni yozib olyapmiz, bo'lishamiz guruhda. Hammani ham vaqti yo'q, ko'pchilik ishlaydi bu yerda. Assalomu alaykum. Hakatonda qatnashish uchun Ideatonda ham qatnashish kerakmi? Ideatonda qatnashish kerakmi deyapti. Ideatonda qatnashishingiz ro'yxatdan o'tgansiz. Agar ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, Ideatonda g'oya topshirmay qolgan taqdiringizda ham hakatonda ishtirok etishingiz mumkin. Lekin Ideaton jarayonida qatnashishingiz kerak bo'ladi, chunki u yerda уже biz hamma shu kerakli taymlaynlar hammasini anaqada shu Ideaton jarayonida aytib ketamiz. No coding bilan ham qatnashsa bo'ladimi? Yo'q, no coding bilan qatnasha olmaysiz. Ikkita bir xil savol bo'lyapti. Ideatonni tanlagan ideyaga asoslanib biz hakaton shu ideyaga mos platforma qilishimiz kerakmi? Это идея насчет дизайна сайта, а тема самого хакатона непонятна. По поводу темы хакатона, цели хакатона, завтра у нас будет доклад Азизы Умаровой Фархадовны. Она полностью все это вам объяснит. По поводу хакатона. Хакатон — это логическое продолжение диатона будет. Мы сейчас выберем очень хорошие идеи по поводу, как собирать данные у населения, как будет выглядеть интерфейс, а вы будете уже во время хакатона это будете уже работать над прототипом. И будет там вознаграждение. Первые 3 прототипа получат награждение свои, и мы дальнейшее уже будем работать с теми, то есть они будут уже реализовывать свои прототипы. Дадим финансы, чтобы реализовать. Вот начнем. Yo'q, tak biza aytyapmiz, hozir saytni ko'rsatdilar. Uni shu 10 yanvargacha ochamiz u saytni topshirish bo'yicha. Sizni ideyangizni hech kim ko'rmaydi. Sizni ideyangizni faqat juri ko'radi va siz keyin o'zingiz ideyangizni pitch qilib защищать qilasiz. Bizdan boshqa hech kim ko'rmaydi, hech kim o'g'irlamaydi. Bunisiga javob beriladi tashkilotchilar tomonidan. Xo'sh, hozir agar savollar bo'lmayotgan bo'lsa, hozir men yana bitta qo'shimcha qilib ketaman. Shu Ideaton bo'yicha, Ideatonga biz hozir qimmatli sovg'alar ustida ishlayapmiz. Borish kerakmi? Ideatonda qatnashish uchun Toshkentga kelish kerak emas. Ideatonga siz onlayn topshirishingiz ham bo'ladi, faqat 24 yanvar kuni offlayn taqdimoti bo'lib o'tadi. U yerda shu hamma jamoalar ideyalari ko'rsatiladi, nima natijalarga erishilgani ko'rsatiladi. O'sha joy, o'sha vaqtda u tadbirimiz offlayn bo'ladi.
A tak ideani topshirish uchun Toshkentga kelishingiz shart emas. Уже uyingizda o'tirib bemalol qayerda bo'lsangiz o'sha yerdan topshirishingiz mumkin. Boshqa yana savollar bormi, hurmatli ishtirokchilar? Tak bemalol zvukni ochib ham aytaversanglar bo'ladi, ozoqlashtirib qo'ysalar ham bo'ladi. Feel free. Savol bor edi. Uh, Komandadagi ishtirokchilar soni baldli rezultatga ta'sir qiladimi? Uzr, Masalan, Aha. bitta jamoada masalan bitta odam bo'lsa, masalan ikkinchi jamoada 3 ta odam bo'lsa, ay ikkilovlarni rezultati ta'sir qiladimi masalan a'zolardagi? Tak, u qarang, ideatonga ta'sir qilmaydi, hakatonga ta'sir qiladi narsa. Ideatonda biz o'sha maksimalni 5 tagachon deb limit qo'ydik. То есть bitta jamoada maksimal bittadan 5 tagachon a'zo bo'lishi mumkin ideaton jarayonida. Bu endi ish vaqtiga 100% ta'sir qiladi. Например, 5 ta odam qilgan ishni bitta odam uzoq muddatda qilishi mumkin narsani. U o'zingizdan bog'liq. Lekin men o'zim qilaman, o'zim ishtirok etaman deb ishtirok etadigan bo'lsangiz bemalol Mara sizniki, unda hech kim qarshilik qilmaydi. Ideaton jarayonida. Faqat hakaton jarayonida уже qattiq требованиямыз bor. Hamma jamoa 5 ta kishidan bo'lishi kerak. Так. Lekin bir xil baholanadi ishtirokchilar bo'yicha. Это вопрос, зачем проводить хакатон, если можно просто нанять процент разработчиков? Так, Farg'oda bitta shuni gapirib yuboring, o'zingiz nimaga qilayotganingiz bo'yicha. Frontend yo'llashingiz juda oson, masalan, lekin asosiy maqsad bitta odam ideyasi emasda. Bu yerda hozir 1000 ta a'zo, nima deydi, 1000 ta yo'nalishdagi odamlar a'zo bo'lgan. Ulardan hammasidan masalan har xil ideyalar chiqadi. Masalan, konkurs qilib olingani birinchidan eng foydali bo'ladi. Bitta bizga emasda bu. Ya'ni hamma jamoani fikri, ya'ni o'sha 1000 ta odamni o'zida ham o'sish bo'ladi. Ulardan olingandan keyin masalan biz kombinировать qilishimiz mumkin. Bitta ideya kimdadir 10 ta ideya zo'r bo'lishi mumkin. O'shalarni har xil joydan olib, masalan bitta umumiy ideya shakllantirishimiz mumkin. Asosiy maqsad shu. Keyin shu ideyani bajargan, ya'ni shakllantirgan odamni frontendini keyin o'zimizni saytda joylaymiz, uni masalan familiyasini boshqa narsalarni qo'yamiz. Asosiy maqsad hamkorlikda ishlash. Biz o'zimizdan bitta yollab bemalol ishlash imkoniyatiga egamiz, lekin bunda nima deydi? Asosiy maqsad feedback olish, xalq bilan birgalikda ishlash, bitta odamning fikri emas, yuzlab odamlarning fikrini bitta joyga jamlash. Xo'p, unga bitta prezentatsiya qilib topshiriladimi? Hamma narsani gapirib o'tdik. Hozir o'sha 7:30da boshlaganmiz prezentatsiyani. Qanaqa ma'lumotlarni topshirish bo'yicha ham alohida o'sha veb-sayt qilingan, uni ham tushuntirib o'tdik. Ya'ni video zapis qilindi, videoni hamma bilan bo'lishamiz. O'sha momentda ko'rib olsangiz bo'ladi. Ya'ni hackathon deadline 3 kun qolganda shu sayt ochiladi, hammaga e'lon qilinadi, qanaqa tartibda yuklash, hamma narsani oldin hozirgi videoda ham ko'rishingiz mumkin. Shu joyda tushunarli bo'ladi, yuklab keyin yuklaganingizdan keyingi jarayonlarni shu tushuntirib o'tamiz. Uni yuklasangiz bo'ldi. Sizdan asosiy talab qilinadigan ish shu videoda ko'rsatib o'tuvdi. Tak, yana bitta juda ham muhim savol bor ekan bu yerda. Agar jamoa a'zolari ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa ham uni qo'shishi mumkinmi hakaton bosqichida? Hakaton bosqichida bizlar bir 5 kunchami vaqt beramiz jamoalarga, чтобы hamma jamoa o'zini komplektovать qilish uchun. То есть kimdir hozir bu yerda koding bilan shug'ullanmaydi, kimdir g'oyachi, kimdir proyektni управленец. Bularga to'liq beramiz 5 kun, чтобы har bir jamoa уже hakaton jarayonida qatnashish uchun u komplektovать qilish uchun. Bunga vaqt beramiz.
Ya bu juda ham strategik savol bo'ldi. Hozir bitta anaqa front-end разработчик bo'yicha bu nima uchun hakaton qilinyapti? Bu birinchisi bu jamoaviy fikrlash, to есть bitta o'zimiz tam 3-4 ta front-endchi o'tirib olib kabinetda hal qilish emas. Bu masala bu yerda katta masala turibdi. Чтобы hamma birinchidan yoshlar bilan ishlash uchun bu o'sha ochilish marosimida ham aytib o'tildi. Aziz Farhatni aytdilar. С молодежью, то есть как молодежь думает, как молодежь вообще представляет, чтобы это выглядело. Ijtimoiy sohada muammolarimiz ko'p, muammolar они juda ham aktual. И shu munosabat bilan shu sizlarda har xil yechimlarni ko'rish bu bir. Ikkinchisi, bu yerda hozir hammamiz ko'pchilik ishtirokchilar yoshlar, ayrimlar talabalar, ayrimlar уже ishlayotgan nimalar. Bu shu o'zini har xil maqsadda kelishadi. Например, o'zini qanaqadir ijtimoiy sohada уже chekka hududda o'sgan, chekka hududda o'qigan bolalar o'zi bo'lishi mumkin. Shu mana g'oyam bor, mana g'oyani realizatsiya qilsak yaxshi bo'lardi degan как social impact sifatida ham ko'rish kerak bu narsani. И uchinchisi bu обязательно biz juda ham xursand bo'lamiz. Har xil shu ideaton haqida bu endi boshlanishi, bu shu jarayon davomida har xil обучающийся o'zini ustida ishlaydigan, kvalifikatsiya ko'taradigan har xil qiziqarli bir eventlar ham qilib turamiz buni anaqasida, doirasida. Bu ham bitta maqsadlarimiz bittasi. Так, savollar tugagan bo'lsa hammaga rahmat. Xo'sh, man полностью shu bugungi tushuntirib berilayotgan zapisini yuborib qo'yaman ertaga. Va ertaga уже непосредственно bizning rahbarimiz Aziz Umarov Farhod Nurli shu mana shu hakaton va ideaton qayerdan kelib chiqdi, qandoq keldik bu g'oyaga, umuman bizada qandoq ma'lumotlar bor, sizlardan nima kutilmoqda, shu bo'yicha ham to'liq bitta ma'lumot berib o'tamiz. Bo'ldi, hammaga rahmat. Xayrli kech tilab qolamiz. Vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Hammaga rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar.